obunachilar, biz uchun qo'layotgan to'plarimiz va ko'pchilik so'rayotgan kvadrotsiklarimiz kirib keldi. Kvadrotsiklarimiz kabina, 5 kabina, samasval, 5 samasval varianti. Kimga shunaqa kvadrotsiklarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati Bo'ka tumanida joylashgan. Viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz mavjud. Yuk olishi 2 tonna yuk oladi. Samasval varianti bu. Motor qismlari 250 kubli motor bilan jihozlangan, 100 km ga 6 litr rasxod qiladi. 2 tonna yukni bemalol ag'darib, ko'ntarib beradi. Mana hozir samasvalni ko'tarish variantini ko'rsatib beraman. Tonnaga moslashgan. Motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. Yuk olishi 3 tonna. Vaqtlardan bomba, bunga shunaqa kvadrotsiklarimiz mana shu kvadrotsiklarimizni ko'tarish holati. Oldida o'zini bugo'tkalar mavjud, o'zini tortib olish uchun bitta boshqariladi. Mana shu 10 metrlikka narxiga keladigan bo'lsak, narxini 50 million so'm qilib beramiz. Andijon viloyatiga sotildi, naqd pul asosida ketyapti. 50 million so'mga dastavkasini bepul qilib beramiz. 12 ta viloyatga dastavkani bepul qilib yetkazib beramiz. Bundan hozir yo'l o'zdirib ko'rsataman. Bu yuk olishi 2 tonna samasval varianti ishlatib ko'rsatamiz. Samasvalni ko'rsatib o'tamiz. Ana shu samasval variantini ko'tarish holati, balonlar shiroki ishlangan, juda ham baquvvat ishlangan, 2 tonna yukni bemalol ag'darib ko'taradi. Motorlari 250 kubli motor bo'ladi, 100 km ga 6 litr rasxod qiladi. Kimga shunaqa kvadrotsiklarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. E'tibor uchun katta rahmat tanaga. Bir aylantirib ko'rsating kvadrotsiklga. Kabina, 5 kabina, 5 samasval hamma turidan mavjud. Sotuvga tayyor holatda 12 ta viloyatga dastavka xizmatlari mavjud. Bo'ldi, aylantirib ko'rsating. Kvadrotsiklarimiz qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Manzilimiz Toshkent viloyati Bo'ka tumanida joylashgan. E'tibor uchun kattakon rahmat hammaga. Tushunmagan joylarda telefon orqali tushuntirib o'tamiz. Mana shu kvadrotsiklarimiz Andijon viloyatiga xudo xolasa dastavka bo'lib ketyapti. Narxi 50 million so'm bo'ldi. Bunga shu kvadrotsiklarimiz aloqaga chiqasizlar. Rahmat.
turishdimi?